أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fajr surasining davomi وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن Hop. Vamma bo'lib ketmasin. Va amma movi vdan keyin alifni ustida hamzani ustida a kelyapti. Ashini o'qiymiz. Ya'ni alif bilan hamza o'zi bitta vazifani bajaradi. Va amma bo'ladi. Mim mana tashdidli kelganligi uchun komil g'unna, ya'ni 4-5 deguncha ushlab turiladigan to'liq g'unna beriladi. Va amma deb undan keyin mad munfasil kelyapti. 4-5 deguncha cho'ziladi. Mad munfasil mana mad harfidan kelgan hamza ikkalasi uchrashib qolishsa, ya'ni bir-biriga yo'liqsa mad munfasil bo'ladi. Mana to'lqin belgisi ham shu uzoqroq cho'zishimiz kerakligining belgisi. Agar mad munfasil bilmasak, mana to'lqin kelganidan 4-5 deguncha cho'zishimiz kerakligini tushunmasak bo'ladi. Ya'ni barmog'imizda 1 2 3 4 5 deguncha. Va amma deb iza zdan keyin mad tabiiy zda til bosamiz. Iza mabtalahu, endi madan keyin bu yerda ham alif kelyapti, lekin buni cho'zmaymiz chunki urishtirib olganimizda madda sharti yechilib ketadi. Mab deb urishtiramiz, b qalqala, ya'ni qalqala harf bo'lganligi uchun tebratamiz. Mabtalahu, ladan keyin mana kichkina alifcha mad tabiiy kelyapti. Faqadara qof istilo harf, yo'g'on harf. Alayhi yerda sukun beramiz. Alayhi bo'lib ketmasin. Alayhi rizqohu zid sifatini beramiz. Rizqohu bo'lib s'ga moyil bo'lib ketmasin. Rizqohu hadan keyin mana kichkina vovcha kelyapti, ya'ni mad. Rizqohu fayaqulu robbi, yaqulu da qofdan kelgan vov mad bor. Robbi degan mad munfasil 4-5 deguncha cho'ziladi. Ahanan hadan kelgan mad tabiiy kelyapti. Ahanan a'ni cho'zmaymiz. Ahanan faqat ha cho'ziladi. Nani bo'lib qalqalib bo'lib qolmasa, oxiri ham ahanan deb to'xtaymiz. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla deb cho'zamiz. Mad tabiiy kelyapti. Ustidagi to'xtash belgisi to'xtamasdan o'tib ketsak ham bo'laveradi, lekin to'xtasak ham bo'ladi. Ballada nima ikkita lam bir-biriga kirib tashdidli kelyapti. Mana balla yana ladan keyin alifni cho'zamiz. Balla tukrimunal, mimdan keyin mana vav mad kelyapti. Munal deb 1-2 deguncha ozgina cho'zib qo'yamiz. Nal deganda lamga urishtiryapmiz. Qomariya harf kelganligi uchun lam aniq o'qiladi, sukunini beramiz, faqat qalqala qilib qo'yamiz. Tukrimunal deb qalqala bo'lib qolmasin, e'tibor beringlar. Yatim mana t'dan keyin yana mad kelyapti. Bular mad oriz, ya'ni so'z oyat tugayotgan uchun cho'zilyapti. Ko'proq cho'zsak ham bo'laveradi, 1-2 deguncha cho'zsak ham bo'laveradi. Yatim ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا da lamda ozgina cho'zamiz, orqasiga alifda. Tahadduna da mana hadan keyin mad kelyapti, orqasida sukun kelayotganligi uchun mad lozim bo'lyapti. Shuning uchun 6 deguncha cho'zishimiz vojib bo'ladi. Bu yerda sukun kelmayapti-yu desa, o'zi aslama dot tashdidini yechib olsa, sukunli, bittasi sukunli, bittasi harakatli bo'lib qoladi. Ikkita bir xil harf bir joyda kelib qoldi deb turib tashdid berib ikkitani bitta qilib qo'yilgan. Tahad deganda aslida sukun borligi uchun movi cho'zishda 6 ta 5 ta 6 deguncha cho'zish shart. Tahadduna dotdan keyin vovni ham cho'zamiz. Ala lamdan keyin mad kelyapti, buni ham cho'zamiz. To'amil to yo'g'on harf.
Istilo harf. Ayndan keyin mana alif mat turibdi, cho'zamiz. To'amil lamni sukun beramiz. Miskin yana oxirini cho'zib to'xtaymiz. Va ta'kuluna turasa aklan lamma. Va ta'kuluna tadan keyin hamza kelganligi uchun ozgina taqalish beramiz. Hamza sukun bilan kelganligi uchun. Undan keyin vav matni ozgina cho'zamiz. Nat deb motaga urishtiramiz. O'rtada ikki alif ham o'qilmaydi. Lam ham o'qilmaydi. Turosada rdan keyin alif mat kelyapti. Roda sal yuqoriroq aytamiz tafhim qilib. S tili bosadigan harf. Turosa aklal aklal bu yerda g'unnasiz idg'om kelyapti. Tanvin lamga yo'liqqan uchun kirgizib olyapmiz. Undan keyin g'unnali idg'om kelyapti mana. Ya'ni mimda ikkita bir xil mim kelib qolgan uchun bir-biriga kirib ketgan. Tashdidli mim doim g'unna bo'ladi. Lamma oxirini cho'zib to'xtaymiz. Va tuhibbunal mala hubban jamma. Tuhibbuna birinchi ta aytiladi, keyin ha o'qiladi. E'tibor beringlar. Buni da vovni cho'zamiz, lamga ulaymiz, lamni sukunini beramiz. Malada madan keyin alif matni ozgina cho'zamiz. Hubban da jga ixfa bo'lyapti. Hubban og'zimizda ikki chekkasini yoyib, jicha kulgich chiqaradigan o'xshab kichkina chuqurcha paydo bo'ladigan qilsak, lekin jda ixfos chiqadi. Ingichka harfligi uchun ingichka chiqaramiz. Hubban jamma mim g'unna tashdid bilan kelayotgani uchun ushlab turamiz, keyin cho'zib to'xtaymiz. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla da mat munfasil kelyapti. 4-5 deguncha cho'zish kerak, cho'zamiz. Idza da mat tabi 1-2 deguncha faqat ozgina cho'zamiz. Dukkatil lamni sukunini beramiz. Ardu ro tafhim yuqori aytamiz. Dakkan da ixfo kelyapti. D ga ixfo qilamiz. دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء da mat muttasil kelyapti, ya'ni mat harf bilan hamza bitta so'zda kelganligi uchun cho'zish vojib. Buni ham 4-5 deguncha cho'zishimiz shart. Vajaa deb barmog'imizni sanaymiz. Robbuka val malakuda lamda sukun beramiz. Soffan da beda ixfo yo'g'on harf kelgani uchun yuqoriroq aytiladi. Soffan soffa. Waji'a yawma idin bi jahannam. Waji'ada buni ham mat muttasil kelganligi uchun 4-5 deguncha cho'zishimiz shart. Jiya bo'lib ketmasin. Ji'a hamzani ustidagi a'da alohida aytamiz. Yawma vovda aytganda labimizni do'rda aytirsak, unday qilib chiqadi. Oldiga do'rda aytirib bunday chiqaramiz. Yawma idin hamzani tagida ida o'qiymiz. Endi zdan keyin mana kichkina mim kelyapti. Nimaga? Undan keyin b harfi kelganligi uchun iqlob. Ya'ni yawma idin deb mim o'qiymiz. Bi jahannam birinchi to'shqa b kelganda bi jahannam nun tashdidli bo'lgani uchun g'unna qilib ushlab turamiz. Jimda to'xtasa bo'ladi. Shuning uchun to'xtasak ham bo'laveradi. To'xtashni xohlamasak jahannama deb davom etib ketsak bo'laveradi. To'xtagan yaxshi, ham nafas rostlanadi, ham to'xtash joylarida to'xtab o'qilsa chiroyli chiqadi. Yawma idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Yawma idida tanvin kelyapti, yaga kirgizamiz. Yawma idi hamzani tagida ida alohida o'qiymiz. Mana idg'om, ya'ni g'unnali idg'om tanvin yaga yo'liqqan uchun kirgizamiz, ham ushlab turamiz 4 deguncha. Yawma idiyatadhakkarul lamga ulaymiz. Mana alif tagida ida o'qiymiz. Mana hamzani tagida inson ixfo bo'lyapti. Nunni saga ixfo qilamiz. İnsan o'sidan keyin alif mat bor. Va anna bo'lib ketmasin. Va anna a'da alohida aytamiz. Nunni ushlab turamiz g'unna qilib. Va anna muallifni ham cho'zamiz. Lahu zikro urishtiramiz. O'rtadagi alif ham lam ham o'qilmaydi. Zikro oxirini cho'zamiz keyin. يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
Yaquluda vovni cho'zamiz. Yada mana kichkina alifchasi bor, uni ham cho'zamiz. Laytani da mana nundan keyin yo mad kelyapti. Buni ham cho'zamiz mad tabiiy. Ya laytani qaddamtu li, mana birinchi li o'qiymiz, keyin hada. Li haya, yedan keyin alif mad bor. Hayati dan keyin yo madni ham cho'zib to'xtaymiz. Li hayati فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيوم vovni chiqaramiz. Madan keyin mana hamzani tagidagi kasrani o'qiymiz. Izil urishtiramiz. Idg'om bo'lyapti. Tanvin la yo'liqqan uchun kirgizib yuboryapmiz. Yawma izilla, ladan keyin alif mad cho'zamiz. Yu'azzibu zira til bosamiz. Azabahu dadan keyin alif mad bor cho'zamiz. Hudan keyin mana sila ko'proq kelyapti, ya'ni hamzaga yo'liqyapti. Mana kichkina madchamiz sila ko'proq deb qo'yiladi. Azabahu deganda 4 deguncha cho'zamiz. Ahad oxirini qalqalab berib to'xtaymiz. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Wala mad tabiiy beramiz. Yusiqu vovni cho'zamiz ozgina. Wasaqahu deganda s cho'zamiz. Qo yo'g'on harf. Hu deganda sila ko'proq bo'lyapti. Cho'zamiz. Wasaqahu ahad degan qalqalab beramiz. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Yada mad munfasil kelyapti. 4-5 deguncha cho'zamiz mana. Ya yuhat bo'lib ketmasin. Ya ayya a ham alohida aytamiz. Tuhan o'rtadagi aliflar, lamlar o'qilmaydi, chunki nun tashdid bilan kelgani uchun, shamsiya harf bo'lgani uchun kirgizib yuboramiz. Nafsul bo'lib ketmasin, vovga moyil bo'lib, nafsul ulishtiramiz. Mutu to qalqala, hamzani tagida id o'qiymiz. Nunda g'unnasini berib ushlab turamiz. Oxirida to marbutani h qilib to'xtaymiz. Mutma'innah. Maga i qo'yamiz. Irji'i bo'ladi. Irji'i mod cho'zamiz. Mad munfasil bo'lyapti. Irji'i ila robbiki. Ila ham cho'zamiz. Robbika bo'lib ketadi. Shu juda ko'pchilikda robbiki bo'ladi. Ayol kishiga bo'lganligi uchun robbiki aytiladi. Rodiyatan mardiyah. Ro'ni cho'zamiz. T ustida tanvinni mimga idg'om qilamiz. Mimni ushlab turamiz. Rodiyatan mardiyah oxiri h qilib to'xtaymiz. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli o'rtadagi alif o'qilmayapti. D qalqala. Fad urishtiramiz. Xuli ladan mana yo qo'shib yozilgan cho'zamiz. Cho'zib to'xtaymiz. Ko'p emas, 1-2 deguncha xolos. Fadkhuli fi ham shunaqa. Ibadi bu ham shunaqa. B ni cho'zamiz, D ni ham cho'zamiz. Ibadi wadkhuli jannati. D qalqala. Xuli, ladan keyin yodi cho'zamiz. Nunni ushlab turamiz g'unna qilib. Jannati. Sadaqallohul azim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni bildirib, boshqalar bilan ulashishni unutmanglar. Kommentariyalarda juda ham yaxshi fikrlar bildiryapsizlar. Hammanglarga alohidadan rahmat.